Yonida bitta farzandlarimiz uchun yotoqxona qilingan. Aboga e'tibor berasizlar. Och rangdagi odamni me'dasiga tegmaydigan ranglar ishlatilgan. Sifatli bu yerda radiatorlarimiz qo'yilgan. Bu yerda esa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. O'zingizlarda kerakli mebellarni olib kelasizlar, bemalol yashasanglar bo'ladi. Mana bu yerda balkonimiz joylashgan. Parda ortida. Bu yerda esa bitta ko'cha tarafga qaragan rom. Ko'rib turibsizlar, bu xonamizga ham fioletovoy rangda aboylarimiz ishlatilgan, lyustralarimiz qilingan, patologimiz natijnoy patolog qilingan. Uyimizda hali hech kim yashamagan, yangi holatda saqlanib turibdi. Kelasizlar, ko'rasizlar, bemalol xarid qilib olsanglar bo'ladi. Endi bu xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, xonadonimiz eslatib o'taman 73 kvadrat metr maydonga ega, 7 qavatli binoning 3-qavatida 3 xona. Xonadonimiz narxi kommentariy yozib qoldiraman yoki ekranga yozib qoldiraman. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona shahar Asakabank chorrahasi Ishonch savdo markazining shunaqana orqasida joylashgan 7 qavatli binoning 3-qavatida.